Erta 2025 yil 11 dekabrda RTV kanalida O'zbek seriali Marjona ning kutgan 23 qismi chiqadi va men samimiy aytishim mumkin, bu mavsumning eng kuchli qismlaridan biri bo'ladi. Oradan necha hafta to'plangan zoriqish nihoyat portlaydi. Marjona o'ziga eng yaqin odamning xiyonati haqidagi achchiq haqiqatni bilib oladi. Yomg'ir ostidagi tan olish sahnasi esa har bir tomoshabinning yuragini parcha-parcha qiladi. Ssenariychilar intrigani shunchalik ustalik bilan ushlab turibdiki, arzon melodrama tushib ketmaydi. Hammasi juda insoniy, rost va qaltiroq darajada haqiqat. Operator ishi va soundtrackka alohida olqish aytmoqchiman. Har bir nota tuyg'uni kuchaytiradi. Marjona rolini ijro etgan aktrisaning ko'zlari, yaqin planlari esa hech qanday so'zsiz hamma narsani aytadi. Bu qism to'la katarsiz, keyin o'zingizning barcha yaqinlaringizni quchoqlab, hech qachon qo'yib yubormaslik istagi paydo bo'ladi. Marjonani hali ham ko'rmayotgan bo'lsangiz, 11 dekabr kuni RTVda prime time'da ekran oldida bo'ling. O'tkazib yubormang, keyin pushaymon bo'lasiz.